Yozgi kanikulam ham boshlandi. Sizlarda ham bolalaring har yarim soatda xolodilnikni ochib yegani nima bor deb so'raydimi? Mana shu bulochkadan tayyorlab ko'ring. 3-4 kungacha holatini umuman yo'qotmaydi. Siz ham shu gapni eshitishdan qutulasiz. Idishimizga sut, dro'ja, salatni yog', tuxum va elangan unlarni solib, yaxshilab yumshoqini xamir qilib olamiz. Xamirga ishlov berayotganda qiynalsangiz, ozgina salatni yog' sovorsangiz, qo'lingizga yopishmaydi. Xamirimizni teng 3 ga bo'lamizda, 10 daqiqaga tindirishga qo'yamiz. Tinib chiqqan xamirlarimizni yaxshilab yozib, orasiga eritilgan margarin surtamiz va xonim ko'rinishida o'rab olamiz va yuqoridan pastga qilib bosamizda, buni ham salafanga solib 1 soatga morozinlikka yuboramiz. Margarinlari qotib olgan xamirimizni teng 8 ga bo'lib, orasiga iriskalarni surtib, rogali ko'rinishida tortib o'ramiz va 10 daqiqaga listni ustida yana ko'ptirib olamiz. Ustiga tuxum sarig'i hech narsa surtmadim. O'zi shunaqangi chiroyli bo'lib pishdi. Issiqqina bulochkalarimizga asallarimizni surtab, xohishga ko'ra bezatib olamiz. Video yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz, yana ko'rishamiz.